Ras berilsa, shunaqa qilib berish kerak. Assalomu alaykum. 5 bola building asoschisi Abdulaziz akam. Abdulaziz aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Abdulaziz aka, avvalambor rahmat e'tibor uchun. Rahmat, Aka, sizlarga ham rahmat. agar Elmurod akam keyingi jangini yutadigan bo'lsa, unda qanaqa kvartira sovg'a qilasiz? Aka, bu surpriz, xudo xolasa, keyingisini ham yutsalar, bundan katta sovg'a beramiz, xudo xolasa. Siz ham biznesmenlarni singari sportsmenlarni qo'llab-quvvatlab, podдержка qilish niyatingiz bormi? Bor aka, faqat biz qo'limizdan keladigan o'sha realniy narsani qilamiz. Mana ko'rdingiz, guvohi bo'ldingiz. Uylarga ham hech qanaqa krediti yo'q, nomlariga sirazi rasmiylashtirib 100% pullarni to'lab berdik. Ertaga ko'chib kirib yashasa bo'ladigan, u necha yildan keyin bitadigan uy bermadik. Sirazi nomlariga o'tkazib rasmiylashtirib berdik. Ras berilsa, shunaqa qilib berish kerak deb o'ylayman. Ya'ni bergan uyingiz korobka bas kirib shunday yashaveradi. Tayyor. Tayyor. Ras nomlariga rasmiylashtirib berdik. 5 bola buildingda hammasi chin, rost, ishonmasalaring mana ofisi, bemalol kelishlaring mumkin. Sportsmenlarda ham realni qo'llash niyat bor aka. Kelajakda bor. Lekin keyingi jangini yutadigan bo'lsa, sovg'a surpriz. Surpriz. Bundan ham katta bo'lishi mumkin. Xudo xolasa. Abdulaziz aka, sizga katta rahmat. Tan joningiz sog' bo'lsin, boshlagan ishlaringizga omad.